Ozish uchun yonimga yana shogirdim kelgan edi. 60 kun oldin 123 kiloda 108 kiloga tushdik bular bilan 60 kun davomida. Hozir odzivlarni o'zlaridan eshitamiz. 60 kun davomida qiyin bo'lmadimi? Qiyin bo'ldi boshida. Shu boshlab olib, boshlash qiyin bo'ldi. Kun o'tgan sari chidab aytganingizdek qildik, sekin. Ovqatlanishlar-chi? Ovqat qiyin bo'lmadimi? Ovqatlanish eng qiyin joyi bo'ldi. Ovqatlanish endi oddiy xonaqadan yeb yurgandan keyin riski bu narsaga o'tish lekin diyetaga уже shu diyeta deydi nima anaqaga o'tgandan keyin odam o'zida yengillik his qilar ekanda. O'sha anaqani og'ir ovqatlarga tortmay qo'yadi o'zi. O'zi ko'p yeydigan odam ham o'sha kam yeydi, to'yib qoladigan bo'lib. Qorningiz aylanasi necha santimetr kichkinalashdi? Xo'p, 12 santimetrga kichkinalashdi. 60 kunda. Qo'shimchalardan faqat bularda kreatin bilan protein bor. Shu narsani aytib ketmoqchiman. Ozayotgan odam ham, semirayotgan odam ham protein ham, kreatin ham ichsa bo'ladi. Bir xil ko'p savol beryapsizlar kommentariyada, nima ichsam, semiraman, nima ichsam ozaman. Bularning holatlarida biz protein ichib, ya'ni kunlik oqsilli ovqatdan ololmaganligimiz uchun proteindan yopib ketamiz. Izolat protein ichyaptilar. Ikkita porsiya kuniga. Vesim og'ir paytida, shu 123 kilolik paytimda o'zimda kun ertalab turgandan charchoq bilan turlardi. O'sha obedga bormasdan uyqusirash, hech bir ishga qo'l bormaydi, hech narsa yoqmasdi. Ovqat yerdim, ovqat yegandan keyin battar og'irlashib, lanj bo'lib qolasizda. Lekin hozirgi holatimni, oldingi holatimni tanlash imkoniyati bo'lsa, misol uchun men oldingi holatimni tanlamasdim, qaytishni ham xohlamayman. U o'sha menimcha oldingi yegan ovqatlaringizga ham tortmayotgandir o'sha. Yo'q. Oldingi yegan ovqatlarimdan yesam ham 10 dan 1 qismini yeyapman-da. O'sha organizm xohlamay qoladi. O'sha shu 10 dan 1 qismini shu ozgina yegandan o'sha bo'ldi. U yog'iga tortmaydi. Bu unaqa asosan shirinlik kesib tashladik. Shirinlik hozir umuman yemayman pashti. Bir yemasam u ham yo'q. Lekin go'sht ko'p narsa yeymiz. Bir xillarni ozonman deb turib, faqat guruch, grechka o'tirib oladi-yu, kartoshka, ani perlovka, ya'ni chiya bir narsalar deyshadi. Yo'q, biz go'sht yeymiz. Go'sht ayamiz. Kechasi 11 da ham go'sht bo'lsa go'sht yeyaveramiz. Shuning uchun pitaniyani to'g'ri qilinglar, balansirovat qilib qilinglar.